Özüm maydayım вообще zor maşında. Narxini eshitsangiz, sirada telefon qiladi. Assalomu alaykum ahli YouTube aynalar. Qandaysizlar? Zo'rsizlarmi? Salomatliklar zo'rmi? O'rizadan charchamay tutib juribsizlarmi aynalar? Aynalar, bu temir saqlar ekan. Temiri XL ekan. Buni eski avtomobillarga qarab qo'yibdi. Yili 2007 ekan. 2007 ning oxirisi 2008 desam bo'ladi. Короче, mashinaning dokumenti, 5 ariq dokumenti bor ekan. Aynalar mashinaning salonini qaraysiz. Salon kojini Yeki sidemidem lift var. Podogref var ekan bularda. Korobka, avtomat. Probegini az ko'rsatayım. 4 deraza lift. Probegini yaxshi. Probegini yaxshi ko'rasiz. Yaxshilab ko'rasiz. Ko'rasiz patologlari mana shunday mashina ekan. Arkayam to'g'ri shunday. Toza mashina ekanlar. Balonlar tamam bo'pti. Mana shunday kamera. Toza kamera ekan. Ondan keyin asos 4 ta balonni basasizlar. To'liq haydab jirasizlar aynilar. Mashinaning egasi aytaman nomerda ham xalasaday davonus beramiz, xalasaday qaytadan nomer oladi. Shunday mashina ekan. Bu mashinani o'zim haydab yuribman. Вообще miyaqki mashina, Mercedeslarning bu jangalariday. Mercedesday miyaqki mashina. Bu taraflarda ham aliklar var, liftlar var. XL'ning köbü deydi, mana shu yerdan aloqalat deydi. Mebelni deydi. Cho'plar aytadi. Bundan var ekan. Shunday mashina ekanlar. Yeshning o'z jablishidan o'zi aytadi-da. Вообще zo'rlig'i. Mana shunday mashina ekanlar. Aynalar, bu mashinaning narxi kelaqmasa, bu mashinaning narxi 95 ming deydi. Yana normal nomlasi bor-da. Bunday eskala haligi XL'larda Dushanbening Navesning aslida 130 ming, 140 ming deb turibdi. Bu ayna minilgan ekan, buning ham sal rasodi bor. Rasodni to'g'rilasalar, bular chotki mashina bo'ladi. Aynalar mashina sozlar hamda baribir Navesning Dushanbedan ham yangi mashina sozlar ham serona bir narsa yetmaydi. Chiqolma bir narsa qo'yasizlar serona. Buning ham sal kamuzlari bor, uni to'g'rilab turib aloqanadan olgandan keyin to'g'rilab chot bilanmasa o'zi bu mashina o'zim olmayman, вообще zo'r mashina. Egasining nomeri kelaqmasa, egasining nomeri qog'ozga yozib oldim. 876 82 93 93 ga chiqib turib bemalol savdolarni qilib olasizlar bu mashinani. Gulistonimizda bu mashina. Canlar zaman bo'lsin, like va share bilan chiqmasin.